Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1-oyda nashr qilgan roman Eli Dolqunlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 1-qism. 5-bob. 2. Anvar apandi qishning uzoq kechalarini o'zining yangi do'stlari bilan mungdishib, sirdishib o'tkazadigan bo'ldi. Uning do'stlari ko'payib qoldi. Yangi do'stlar bilan o'tadigan qiziq suhbatlar ko'pincha o'zining yotiqida, ba'zida Kevirning uyida bo'ladi. Suhbatga kiradiganlarmo o'z qaralda kelib turadi. Bu yil qish Nodam 2-sinfda o'qiyotgan chig'ida Aqtamboy uni maktabga berishdan to'xtatdi. Qoroning ishlariga ulgurolmas bo'lib qolding. Savoting mo chiqib qoldi. Qolganini o'zing tepib olasan. Aqlliq bolag'osan, dedi. Bayning 1 yildan o'shqroq tevibqa davolatishi bilan Varisjonning savdoyiligi o'nglanib qolgan edi. Nodamning uningga hamroh bo'lib maktabga berishning hojati qolmadi. Uning Varisjonga yarim kun hamroh bo'lib maktabga borganlik vaqtini Bay kechisi juvoz haydatib to'ltib olganda, Nodam Bayning xufiyona sirini bir tushungan. Mana amdi texmo cho'nqur tushundi. Gayitning aytgan so'zlarining noiti to'g'riliqini u toza aniq bildi. Mana mushu ishdan keyin Nodam Anvar apandining yatqiga pat-patla kelib paranglashadigan bo'libmi qolgan edi. Boshqalarmo apandini ko'p yo'qlaydigan, izlaydigan bo'ldi. Ular bugun Kevirning uyida ta yarim kechagacha qiziq parangga tushib ketdi. Jamoliddin Kevirga qarab, "Kevirka, bugun payzing yo'qdek turadi-ku. Kam bo'lib qoldimi nima?" dedi. "Ishkichini bo'zg'a eg'iz tegmasa", dedi Gayit kulib. "Buning payzi uchib ketadi-da. Ha, biz dunyoning hamma nimasidan kechgan odam. Mana, oldinglarga bir chin choy qo'ya olmaymiz. Ya yugurib qopib choy qaynatib beradigan xotin yo'q", dedi Kivir burutini silab turib. "Bizga xotinmi shu, bola vaqimi shu, uy jahonmi shu degina. Bo'zidan boshqa nima bor amdi?" Kevirkamning tarki dunyochilikni tashlab, ichkulikka yaqinmi kelmaydigan chog'lari keladi. U chog'da bo'zangni zo'rlabmi ichkizolmaysan, dedi Anvar ma'nili qilib. To'g'ri aytding, uka. Jahon tuzalsa, bizmi tuzilib ketamiz, dedi Kivir. Anvar apandi jahonni biri tuzib bermaydi, uni tuzaydigan sen bilan biz demakchidi, biroq nemishqidir to'xtab qoldi. Gayit dedi. Kivir, Jamoliddin hiliqi harbiy amaldorni raso kelishtirib o'xshatgan kuni seni Jamoliddinning salomatligi uchun deb toza ichdi deydi-ku. Rost adosh, rost. Xushalliqimda raso ichibdiman, dedi u Jamoliddinga qarab. Bugun Nodam kelolmamdi nima? Mushu chaqqichi yo'q, dedi Anvar betaqat bo'lib. Hammaning ko'zi ishikda edi. Kivir Jamoliddinga qarab, "Uka, haqlardan yerim yota angladik. O'z og'zing bilan bir aytqina, harbiy amaldorni zodi qanchalik o'xshata olding", dedi. "Men o'xshatqachqa sen ichgansan", dedi Jamoliddin. Boshqalar paroqida kulib ketdi. Anvar apandi suhbatni ko'ngildagidek boshlab uchun yili aytilgan so'zlarni takrorlab dedi. "Qani, Jamoliddin so'zligina, harbiy amaldor o'kuzini tortib olgandan keyin zodi nemish bo'ldi?" Yurakdan urg'ib chiqqan taqozolik bilan hamma uning og'ziga qaradi. Jamoliddin ham kishini ichindirdigan, ham g'azablantiradigan ishni so'zlashga boshladi. "Binamdan samon to'shayotgan mezgilim edi. Bir kuni samon beslagan harvini haydab jangziga kelsam, boy talati so'rin bir harbiy amaldor bilan jangziga keptikan. Harbiy amaldorning ko'zi mening o'kuzimga tushib, uni haydab ketibdi. Bu gapni anglab beshimdan tutun chiqib ketdi. Harvidan otni chiqarib, yovdoq mindimda mahallaga uchqanda ketib bordim. Alpozimni buzib, Aqtamboyning qurusiga kirdim. Yelimi yaxshi, o'kuzimni texi shaharga elib ketmagan ekan. Boy paydo bo'lib, "Balam, o'kuzingni Javjunguan haydab keldi. To'yga so'ymoqchikan. Seni obdan rozi qilaman", da'vatidi. "Jidal chiqarma, o'zingni aya. Hozir ularga gap qilish bu yoqda tursin.
tikilib qarab qo'ysangmi tutadigan bo'lib oldi. U seni rozi qilmasa, men rozi qilay. Uning o'rniga boshqa mol beray. Sen jang'izga ketaver. Gap qilma, balam. Gapimni angla, dedi. Amaldor bo'lsa, bo'lib olgan gapmikan? O'kizimni hargiz bermayman. O'z milimga o'zim egib bo'lolmamdim, dedimda, qo'toniga qarab mandim. O'ngsili o'chgan boy oldimni to'rib oldi. Undaq qilma, balam. Jav jungan chiqib qolsa, jidalning cho'ngi chiqidi. Qo'rodiki Wang Chunni anglab, uydan Jav degan harbiy amaldor chiqdi. U peshayvonda turib, bizga mangistmagan nazarda qarab, "Ha, nima gap bu? Bu kim bo'ladi?" dedi. Boy, "Bu o'kizning egisi, Jang'izidagi Jamoliddin degan bola. O'kizimni kim oldi? Fuqib baqay deb kepti", dedi. "O'kizni men oldim. Menga kerak bo'lib qoldi", dedi Jungan. "Sen ketiver, keyin haqqini berib etaman. O'kiz menga kerak. Uningga kimning ko'zi tushsa, aktiverda ishnadi bor ekan. Sizning qonuningizda shundoq deyilganmi yo? Sen tehi holingga boqmay, qonundan gap atsan-ku. Sana qonundan gap etishni kim qo'yibdi? Men yugur, malayliqingni qil." Ochiqim shundoq keldiki, sizlashni qo'ydim. "Qani aytqina, qonunda fuqarolarning mol-mulkini amaldorlar xohlagancha tartib olsa bo'laverdi deyilganmi?" dedim. Uning jonpini chiqib ketdi. "Og'zingga kelganni jo'ylama. Senmo xiyolingga kelganni qilma. Yo'qol harmi. Jidal terisang sana yaxshi oqibat yo'q. Men mushu qo'roning moliyi. Nadin kelding? Avval sen yo'qol. Sen yo'qolsang mushu jidalmi bo'lmaydi." Ikkimiz vaqirshib tilishib ketdik. Jungan peshayvondan tushmay qo'llarini pulanglatib, jon jahli bilan so'zlamoqda edi. Aqtambayning chiroyi tatirib, nima qilarini bilmay u yoqqa mang'atdi. Hili Junganning oldiga, hili mening oldimga keladi. Lekin nima deyishni bilmaydi. Og'zini gapga o'manlaydi-yu, to'xtab qoladi. Qo'roning tomlaridan uchib chiqqan Wang Chunni anglab, sirtda turib gap tingishayotgan kishilar qo'roga bir-birlab kirmoqda edi. "Mening milimni aktidiganga sening nima haqqing bor? Birovning miliga zo'rlik qilishga shuncha so'lting bilan yuzing qandoq chididi? Hey, noahli! Odamning g'azabi kelsa, ko'zga hech nim ko'rinmaydi ekan. Uning mursidagi valdab turgan belgilar, maydisidagi medallar, beledagi qoplik tapanjalari ko'rinmadi. Og'zingni beqib so'zla, harmi", dedi u bigiz barmoqi bilan meni junib turib. "Hili ko'rgulkingni ko'rsatman jumo. Meni bo'shag'lama. Sizning umring kishilarga mushundoq zo'rlik qilish bilan o'tibdi ekanda. Astag'firulloh, ig'irlik qilganni bil. Hili pushaymon qilishga ulgurolmay qolasan." Uning chashqannikidek kichik ko'zlari yinib, ko'tmak burun to'shklari kerildi. Bir o'rinda turolmay tipchaklab, yer tepib, u yoq bu yoqqa tashlanib qolvardi. Bo'yin tomirlari birlik ko'pdi. Men o'zimning milini nimishqa sendan so'rab olatdim, dedimda, uning popozlariga qarmay qo'tan tarafga mangdim. "To'xta!" U peshayvondan tushmay, "Bilib qo'y, qo'lga tushgan molni mundoq osonlab berib o'tadigan Jav Jungan tehi turolmagan. Qani qo'tandan o'kizni ochiqib boqqina, men bir ko'ray." Menmo bo'sh kelmadim. O'zi ajr qilib beqib, o'stirib, tayyor qilgan molni bulangchiga berib o'tadigan Jamolmo tehi turolmagan. Senmo bilib qo'y, mollam menga mundoq o'rgatmagan. "Pa, qaltis gaplarni qilsana, jur'atli yigit bo'psan jumo sen", dedi hayajonlangan Gayit yon peshiga urib. Amaldorning muthamlikidan ochiq uchimga yig'ilib qolgan gaplarning hammasini aymay chiqardim. Amaldor zahar yutgan ilondek to'lg'unib, og'ziga kelgan gaplarni chiqarolmay chiqanshib ketdi. Bir ozdan keyin o'zini bir qo'r o'ngshab dedi: "Yaxshilikni bilmaydigan hu hayvon, hammang hayvon, yo'qolish ko'zimdan rodupaylar." Jamoliddinga "Bo'ldi qil, gap qilma", deb sharat qilayotgan kishilar Jungan qo'lini tapanchasiga aparishiga keyniga dojidi. "Xalqning shillisiga minib olgan, qinini sho'raydigan sendek o'larmanlarni rodupaydisi bo'ladi. Kishining miliga beso'roq changal solgan odamni hayvon, yovuz bo'ri deyish kerak. Uqdingmi o'g'ri, bulangchi?" "Yaraysan o'g'il,
mushundoq tig'din ittik gaplarni qilib, o'lib ketsang nima armon? dedi Kibir tamakisini qattiq sho'rab. Qo'rqish degan xiyolingim kelmabdi-da. Odamning g'azabi o'rlisa, qo'rqish, ehtiyot qilish, andisha deganlar o'zini ko'rsatilmaydi ekan. Og'zingni bos, harmi, kim bulanchi, ha? Sen kimning oldida turyapsan? Hozir ko'rgurkoni ko'rsataman, dedi u tipirlab va yenidan tapanchisini sug'urib oldi. Aqtambayning o'ng o'shtida Junganning oldiga bordi. Undoq qilmang, Jao Jungan, uni ketkizutay. Xudo haqqi, undoq qilmang. U tul xotinning yolg'iz o'g'li. Yoshlik qilib, u Aqtambayning yolvurishlariga pisand qilmay, tapanchisini otdi. Biroq osmon qartib otdi. Yig'ilgan odamlar tapanchining unini anglab, o'ylidan gurrida chiqib ketishdi. Biroq men o'rnimdan qo'zg'almadim. Atsang atarsan, mundaq xorlinib yashgandan ko'ra o'lganmi yaxshi-g'u, deb o'yladim. Ular Jamoliddinning gapiga tazo berilib, qizishib o'ltirganda eshik ochilib, Nodam kirib keldi. Toza kechikding-g'u, dedi biri. Bay ko'langi bo'lib olib qo'zg'ala olmadim. Chirog'ni o'chirib, uzundan keyin mangdim, dedi Nodam eshik tuviga joylashib. Nodam o'ltirganlarga asta qaradi. Hammasining chiroyida jiddiylik, qiziqish yinib ketgan edi. Jamoliddin so'zini davomlashtirdi. Shundoq qilib, u peshayvandan tushib, men tarafga mangdi. Meni 2 qachat urdida bo'pti, ursin. Bir bosh bilanla uni gangirtib qo'yib, rasa salay, dardimni chiqiray. Ondan qichibla ketsam bo'ladi-g'u. U mendan o'kizni olganga xo'sh, men uningdan qutulganga xo'sh bo'lmamdim, deb o'ylab tursam, nadindir opam kirib keldi. Uning ko'zlari yosh yo'q edi. Voy jinim bolam, saq ekansan-g'u, yur ketayli. Bo'ldi, o'kizingdan kech. Mang bolam, jon bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon debdikan. Yilimo saq qopsan. Bir o'kizni deb o'zingni silib beramsan? Opam qaqshab to'kilib turadi. Ular bilan tang bo'lg'il bo'lamdi. Aziz beshing amon bo'lsa, undoq o'kizdan netchin topsan, deb yolvorib turdi. Oxiri opamning ko'nglini ayab, qo'rodan chiqdim va bog'lab qo'ygan otni yishib, opam bilan ketdim. Odam onaning zoriga chidamaydi ekan. Shundoq qilib, 8-9 oy boqqan, haqqimga berilgan tomdek o'kizimdan ayrilib qoldim. Bo'lgan ishmi shu? Dunyodan qul bo'lib o'tadigan o'xshaymiz. Jamoliddin so'zini to'xtatdi-da, ulug' kichik tinib, ham g'azablangan, ham mayuslangan ko'zlarini saptashlardan qochirib, yerga qarab o'ltirib qoldi. Shu-da, dedi Kibir muxorkisni qattiq sho'rab. Men shuning uchun ichman emasmi? Bosh uchi yo'q chigish xiyollar meni ichkizdi. Zulmdan qutulishning yo'li nada zodi? Ko'rdik-ku, mahallaning e'tiborli qizi nomusin deb suvda o'ldi. Uning yigiti o'qda o'ldi. Yana qaysimiz nima ishda, qanday qapqonlarda o'limiz? Buni kim biladi? O'lganlar uchun yig'ladik, qaqshidik, lekin intiqom oladigan chiqmadi. Bu qorong'ulikni yo'ritadigan chiroq yo'q o'xshaydi. Dardimizni ichish, chekish, ichib olib naqshi etish, mo'rt kelsa Jamoliddin o'xshash amaldorlarni tillib bilish bilan chiqirdiga o'xshaymiz. Uning ko'kargan qalpuklari titraydi. O'skilan soqol buriti tik-tik bo'lib ketgan edi. U ko'k tamakisini yana o'rdi va alam bilan sho'ridi. Uning ig'iz burundan ko'p-ko'k ochiq isburuqdum bo'lib etilib chiqdi. Bundoq qilish to'g'ri emas, Kivirka, dedi Anvar apandi uningga qarab. Hammamizning beshida dard alam bor. Dard alamga chidamay hammamiz tark dunyo bo'lib ketsak bo'lamdi. Sen ming tark dunyo bo'lib ichib olib, xiyolning payzini surgan bilan yana bir erkin odam emassan-da. Yana boyning oldiga borsan, yana shuning ishlaysan, shuning deganini qilasan. Sen xohlasangmi, xohlamsangmi u sana deganini qildirdi. Bozxonasini siyirgar qizdek o'ziga tortib turdi. Uningga pul kerak, tirikchilik kerak. Shu chog'da yana shularning qopqiga, tishining eqiga qarashga to'g'ri keladi. Talada shivirgan adamakda edi. U qor uchqunlarini qog'oz choplangan derazaga uratdi.
Uy ichimi ostillab sovib boradi. Kivir jeynikini yerga terib, eڭikini alqiniga qo'yib yonboshlab yotadi. Gayet tomga yo'linib Anvar apandiga qarab o'ltiradi. Jamoliddin bo'lsa nimalarnidir o'ylab, ko'zini bir nuqtadan olmay, tep-tinch qetib qolgandek o'ltirib qolgan edi. Tomga yo'linib o'ltirgan nodammu xiyolga ketgan. Jahon nimishqa tuzalmaydi? Hamma odam kivirkamdek bo'lib ketsa, jahonni kim tuzaydi? Akammu hiliqi qonliq yoshlar degan o'yinni bekorga qo'ymagandi. Amaldorlarning, boylarning qilmishlarini cho'ptikan-ku. Umu jahonni tuzayman deb o'ylaganmidikina? Akamni tutib shangan yomulga so'lganda kishilar nimishqa uni tutsizlar? Nadir rostini yozdi-ku deb u yerga borolmadi. Bozak bo'lganlarga ich og'ritib, bozak qilganlarga g'azablanibla yuramdiq. Zodi buning nima chorasi bor? Uning texi toza cho'nqur yechilmagan savollari ko'p edi. Shunga u Anvarkam bir nima der, uningga agatsak bir gap bo'lar deb o'yladi-da, Anvar apandiga umidlik ko'zi bilan tikildi. Kevirning kichik uyida bir parcha titilib ketgan kigiz, bir yo'tqini, bir qum qozon, bir qum cho'gin bo'lib, mo'ra o'choqda kul bosgan bir ho'l ko'tak turadi. Mo'ra beshida qora chiroq Nimjon Aslanning ko'zidek pildirlab yonatdi. Anvar so'zini davomlashtirdi. Kunlar mana mushundaq ig'ir o'tmoqda. Qaranglar, Kevirkamning uyini. Mushumo uy bo'ldimi? Turmush bo'ldimi? Kambag'allar tinim topmay emgak qilyotidi. Uning ro'yatini kim ko'ryotidi? Biz nimishqa kambag'allikdan bosh ko'tara olmaymiz? Nimali bo'lsa, taqdir deydi. Taqdirga tan ber deydi. Bu qandoq taqdir? Emgak qilgan odam uning huzur halovatini ko'rmasa, emgak qilmaganlar tayyorga hayyorlik qilsa, uning ustiga yana bulan-talan qilsa, bu qandoq taqdir? Bir odam nohaqdan nohaq bozak qilinsa, urilsa, o'ltirilsa, yana biri zo'rlik qilsa, birovning ajriga changal solsa, xuddi hiliqi harbiy amaldorlarga o'xshash Jamoliddinning o'kizini ochiq-oshkora tortib olsa, hatto qotillik qilsa, bu hukumat qotilni qo'llasa, mukofotlasa, buningga qarab turishga bo'lamdi? Buning zodi so'riq yo'qmi? Anvar bir minutdak jim turib qoldi. Hammasi uning og'ziga qarab, so'zlarining to'lqinida tavrinib turishadi. U o'zining savoliga javob berdi. Yo'q, so'riqi bor, so'riqi bo'ladi. Xalq qo'zg'alib zulmga qarshi turadi. Haddi hisobsiz nurg'un alvon yasoq, chekidan oshgan zo'rliq, zulm xalqni qo'zg'alishga majbur qiladi. Jamoliddin nimishqa harbiy amaldorning hayvisidan, uning tapanchasidan qo'rqmadi? Zulm, zo'rliq, kamsitish uni jondan to'ydirdi. Qarshilik qilishga majbur qildi. Qarshilik ko'payaversa nim bo'ldi? Birlashgan qudratli kuch bo'ladi. Mana bu so'riqi bo'lganlik. Chunki bundaq kuchning oldida Gomindan aksiyatchi hukumati puttirab turolmaydi. Cho'nqur xiyol bilan o'ltirganlar ham hayajon bilan qiziqib, ham qo'rqib cho'chib Anvarning og'ziga qarashdi. Kivirning qo'lidagi tamakisi quruq kuyib, kuli yonpishiga tushdi. Gayetning ko'zi o'zi tuymagan holda yo'g'on ichilgan, Jamoliddinning og'zi yumilmay qolgan, nodamning xushalliq va hayajondan ko'z chanoqlarida munchoqdek yosh yaltirgan. Chiroq qop-qora is chiqarib tutib yonmoqda. Is va tar purqi bilan to'lgan uy havosi hozirda portlab ketadigan lavadek qisilmoqda va chinqilmoqda edi. Uy ichida ajoyib jo'shqin kayfiyat, umid va andisha aralashgan hayajon tantana qilmoqda edi. Anvar apandi qo'ynidan Aqtambayning xotinining sovg'isini ilib, titilib ketgan kigiz ustiga tashladi. Ko'rdinglarmi? Mana bu Aqtambayning meni sizlarga qarshi qo'yish uchun bergan parasi. U meni uyiga ko'chirib opirib olmoqchi, bola qilmoqchi. Kambag'allarning o'qishiga, hatto nodamning chet elga chiqib o'qishiga yordam qilmoqchi bo'ldi. Nimishqa shundoq qiladi? U hiligar, qiblidan so'qiyotgan bo'ronning shapsini sizib, o'zini insofliq, ma'rifatchi qilib ko'rsatmoqchi. Uning bilan birinchidan odamlarni o'ziga texmi qattiq bog'lab, boyligini ko'paytmoqchi. Yana bir jihatdan
bizning birlashayotganimizni sezib, bizni parchalamoqchi, bir-birimizga qarshi qo'ymoqchi, birimizning qo'li bilan yana birimizni bo'g'moqchi. Kambag'alga shuncha g'amxo'rlik qilg'isi kelgan bo'lsa, nimishqa Jamoliddinning o'kizini berishga qistaydi va va'da qilgan melini bermaydi. Nimishqa G'oyit nodamlarni ozroq haq bilan kech-kunduz ishlatadi. To'g'ri, Go'mindan hukumati hozir ularni ancha ma'sitmaydigan, ko'zga ilmaydigan bo'lib oldi. Shunga ulardimi ancha muncha qarshilik qo'zg'aldigan bo'lib qoldi. Bu taraflarni ko'rishimiz kerak. Aksiyatchi hukumat chirklashganda himoyachilarini mo chetga qoqadi. O'ltirganlar butun vujudi bilan Anvarning so'zini berilib anglamoqda. Vaqtning qanchalik o'tib, nalarga borganligini hech kim o'ylagani yo'q. Ular Anvar apandining yana ko'proq so'zlashiga taqozo bo'lib o'ltirmoqda edi. Anvar apandi so'zini davom qildi. Aqtamboydek boylarning uyur yilqilari, qo'ru qo'ylari, esil kiyim-kechak, oltin jabduqlari nadin kelgan? O'zlari ishlab topganmi? Ularning belini egib qo'ymay, qo'lini kayni tutib yurganligini sizlar bilasizlar-ku. Hammasi kambag'allarning qon tari badiliga kelgan. Aytishlariga qaraganda, Aqtamboyning dadisi Rustamboy asli kambag'al ekan, ammo noiti hilgar ekan. 4 ig'iz so'zni joylab qila olganligi uchun 105 bo'pti. Shuningdan keyin uni qo'rqitib, buningga siyliq yumshoqlik qilib, mol dunyo yig'ibdi. Hile ishlatib, aldamchilik qilib, ishlamchilarga oz haq berib, oxiri boy otilib ketibdi. Boy bo'lgandan keyin hile mikrni cho'ritib, qattiq qo'lliqqa, zolimlikqa o'tibdi. Kunlar o'tib, uning dunyosi Aqtamboyga qopdi. Aqtamboy oila egiligini qo'lga olgandan keyin hile mikr, aldamchilik qilish, torpaqni chimdib o'ltirish yo'liga mandi. İşlemçilerini yağlımı gaplar bilen köp işletip, az haq berip işletdi. Misali, G'oyit gamni alayli, gap yo'q 2 kunlikchining ishini qiladi. Bozordagi kunlikchilar kuniga 3 tanga oladi. G'oyit kunlikchining 5ining ishini qilding ha, apandim, dedi Kibir kulib qo'yib. Bug'doy o'rsa, dedi Anvar, kuniga 5 xodin, chalg'i chapsa 6 putdan chapadi. Bedi bağlasa kuniga 1000 bağdan oşuq bağlap boludu. Tağar köterisiçu. 10 putluq tağarni adam almasdan hökumet sığının yuqursiga kötürüp açıqıdı. Boptu. 2 kunlikchining ishini qiladi deyli. Bu 6 tanga boludu. Bir ayda 180 tanga boludu. Lekin boy oyliqiga 20 tanga bermaydi. Ha, mayli. 20 tanga beridimi deyli. Boyning yanchiqiga qancha tanga tushdi? 160 tanga tushdi. Bir yilda qancha tanga tushdi? 5 yil, 10 yilda-chu. Pa, muni hisobni qara, biz hech nimani tushunmaydiganmiz. Jamoliddin o'rnidan turib ketdi. Akalgina Kivirka, bir sho'rib olay. Seg'in ser ekanmiz-da, dedi G'oyit peshonasiga terni surtib. Ularni hurkiratganlar bizdek yalang to'shlar ekanmiz-ku. Biz ozroq haqqa ishlab, ularning to'gi sanduqlaridagi oltin kumushlarini biz tepib berdikanmiz-da. Uydagilar qattiq hayajonlangan, g'azablangan edi. Go'yo yiroqda ko'ringan yo'riqliq bargan sari yaqinlab kelmoqda edi. Anvar apandi qo'lga bir kiyimlik raxtni ilib, pulanglatib so'zildi. Aqtamboy nimishqa meni o'ziga tortdi. Albatta tushunishlik apandim, dedi Kibir beshini ling'ishtib. Bizning beshimizni tutib berishingizni tilaydi. Siz tutib berisiz, u sog'idi. Shu xato gap qilib qo'ydim-mu ya? To'g'ri, dedi Anvar. Mushunda qilmoqchi. G'oyit o'rnidan turdi va oppoq lo'ngini qo'lga ilib, bizning qo'limiz qop-qora bo'lgani bilan mana mundaq pokiz raxtlarni topa oladi. Boyning sovg'isini putimga paytim qilib sistivitay, dedi. Ko'pchilik qaqoqlab kulib ketishdi. Akalgina mavi so'pinni, bosh ko'zimni rasa bir yoy, dedi Kibirmo qo'l so'zib. Ma, Jamoliddin, muni raxtni ol, dedi G'oyit Jamoliddinga raxtni tashlab. To'yunga kerak bo'ladi. Qaynatanga, tiz vasqiga yarab qolar hech bo'lmasa. Ma, aka, ich. Ammo paytin tip ich. Anvar pulni Kibirga cho'ridi. Amdi tushunishik bo'lyapti-du, apandim,
dedi Kivir şunundan keyin. Hökümetni ağdırmagıça uning zulmidan, zolimligidan, bulanchilikdan qutlug'ili bo'lmaydi danga. U qizib ketgan alqonlarini bir-biriga surkidi. Naq shundoq bo'ynimizga tushgan sirtmoqni uzmagicha hargiz erkin nafas ololmaymiz. Qaysi kuni aytilgan cho'chak esinglarda bordi? Tağda böğrünün dəstidən qoymu, eşekmu, öçkümü, toxumu erkin azada yürəlməydiken. Axır ular birleşip böğrüge hücum qilish niyeti kepdi. Biri tepib, biri üsüp, biri çoqup, böğrünü qopalmas qilib qo'yibdi. Shuningdan keyinla ular erkin yürəlaydigan bo'pdi. Xalqning mushundaq cho'chaklarni chiqarishdagi maqsad muddasi nima? O'ylab baqdinglarmi? Taza chunqur o'ylab beqinglar-chu qani. Ular Anvar apanning so'zini berilib tingishidi. Ularning ko'z oldida chigishlanib turgan tugishlar yeshilayotganligi uchun Anvarga nisbatan chin ko'ngildan rozimanlik va hurmat tuyg'usi urg'ub bormoqda deb. Ha, bu sirtmoqmi uzilar, bundaqmi ketavermas, dedi Gayet xiyoldan beshini ko'tarib. Anvar qattiqroq ovoz bilan dedi. Cho'qim uzildi. Nadim ümitlik ko'zlari bilan uning jiddiy tus olgan chiroyiga tikildi. Davomi bor.